Telefon qarab qaptimi? Sat oldi. Menga yura bo'ldi. Voy. To'lab bermamda. To'lamsa, bo'shamamamdoq. Qarsam ancha eg'ir emas ekan. Kelisha olmamda. Ha, necha pul bersa degna. Sizdan 1000 qo'ylan bera bo'ldi. 1000 qo'y? Ha? Yenimda 1000 qo'y pul yo'qdi. Mana olsin, men 500 qo'ylan beray. Menga yevadsam, o'zing to'lab beray deysan. Ham to'lab bersam pul yo'q deysan. Odam chavatamsa? Yo'q, yenimda raslijiq pul yo'qdi. Bunda qilaylik qara. Men 7 degan songa amroq degna. 700 qo'ylan beray. Chata yo'q. 700 qo'y versam beray. Lekin yenimda 700 qo'y pul yo'qdi. Ya qiziqkansan o'san. Voy, boshangni telefon qila bo'ldi. Mayel boşan 3 ketim chaqirtib shiltib bo'ldi. Navodi yan chaqalsam killar yiliq bahsi o'rlab ketdi. Ya yo'q qilaman. Menda qilayli. Men sizga hozir 300 qo'y berib turay. Qolgan bir necha kundan keyin men sizni izlab, qolgan pulni men sizga o'z pulim bilan yetkazib beray. Qanday? Qanday qilasan? Naqd pul beramsan, undidor otamsa? Undidarda avvalda. Nasvastiga odamni. Evet. Sırtqı chiqamadingiz? Ha. Acaba rostilla shuncha ko'p erlar layoqatsizmidi? Herkes undaq emas. Amaliy turmushimizga qaraydigan bo'lsak, nurg'un erlarning o'z oilasi uchun untinsiz badal to'layotganligini ko'ramiz. O'ylab boqmabsiz. Mayli ayollar bayrami, onalar bayrami, oshiq mashhuqlar bayrami, hatto bolalar bayramida bo'lsin, do'kon saroylar jonlanib ketadi. Lekin otalar bayramida-chi? Faqat otalar bayramida hammaga jimjit, hammaga burunqidekla normal. Bu nimadan derak berdi? Bu erlarning minnatsizligidan, ularning oila uchun davransiz holda kuch chiqarayotganligidan derak berdi emasmi? Ağina, pulni yaqib qo'ygan. Ko'rasak optiken. Ma'qul. Buningga mashina qarabroq qayda. Men qaytay-a? To'xtab turing. Qarsam xil o'g'avaldachiligimiz bor ekansiz. Sizni bir vaqt tamoq chaqirib olmasam, sal xijilab qolgan. Hozir men sen aldirashligini qara. Unda esa kechdi men sen bir adresni aytib qo'y. Shu yerda ko'rishlar. Unda? Ma'qul. Sen nima ish qilsan ras? Men Shinjon Tilak kiyim-kechak so'chakli shirkatida ishlayman. O'ylandingmi? Nima ish qildi? Tuzuk namzat yo'q. Uning ustiga hozir qizlarga tuzuk ishangil olmaydan olib ketibdi. Qara. Mushi gapinglar 20 to'g'ri, 20 xato. Qanday deysiz? Xato yari qara.
bu dunyoda qizvoldim to'l narsa yo'q. Muvofiq nomzod yo'q degan xato. To'g'ri yerichi. To'g'ri yari qizlarga ishonmak rostdas. Undaq siz boytaq ekansiz-da. Shunday desakmi bo'ladi. Shunday desakmi bo'ldi? Bunday tushundiray qara. Men to'y qilgan degina. Ammo muhabbatlarim bekchiq. Tanışalmagan jahonda bu. Sizning qiz do'stlaringiz yo'q. Lekin mendaklarga birsim yo'q. Sen cho'mishtaq boytaq o'tib ketmoqchiman. Amal qancha? Qara. Qarsam, sen xili yomon emas bola ekansan degina. Bugungi ish qilgan so'rinining hurmatiga sen bir yordam qilayman. Yordam? Qanday yordam? Bunday qilaylik. Tilpiningni olay. Ala. Qara, o'zing eng yaxshi mush qiz bo'ladi degan bir qizga gap baqa. Bu qanday ola? Ey, bu sen yiningda yo'q odamga gap qilamsan. Bu odam oldingda o'tirib qolsa qanday gap qilsa? Bula sinab baqa. Amsima bir sinab baqay. Arzugul, yaxshimisiz? Men Arman, uzoq qopda aloqalashmag'ili. Onun ustiga yaqindan beri havo sovib qoldi. Shun qiliroq keyin. Ondan keyin kechtir baldorak aramalasiz a. Ish kechib qolsiz bo'lmasa. Ma'qul amsa? Xo'sh. Sening boytaq yurishing baka emaski. Bo'lmadimi? Isming nimda? Arman. Qara Arman. Sen bundalam qilsan qara. Yiligo qizlarga mikyonnimi keltirolmaysan. Ams qanday qilishim kerak? Men sen bundalam tushundiray. Sen hozir degan baldur yetding, baldur qoping, vaqti tamoq yegan, qilinkining degan gaplarni o qizlarning opsi bilan dadisi ming qitim deb ma quloqni zeriktirib bo'ldi degina. Sen yana o gapni qaytilsang, quloqqa miq qaqqandek anglanmasmi? Lekin bu gaplarni hammasi to'g'ri to'sa. Dalta, qizlar to'g'ri gapga emas, ma quloqqa xo'sh yoqadigan gapga amroq, tushunding? A qizning ismi nima? Arzugul. Arzu. Qara. Arzugulim, seni bek sevdim. Tushlarimda seni ko'rib, o'g'inib ketdim. Didoringni ko'rishga meni bir nisb qilsang bo'ladi, jinim. Qara, mana bu Abay sen degan gapning romantik nusxasi. Bu jumladik alaylik nis qildingmi? Men o qizga didoringni ko'rishga nisb qilsang bo'ladi deyapman. Cümlenin beşini o qizga beryapman. Shundala bu qiz, bu ishning kontrolli huquqi mendika deb his qilib, xo'sh bo'lib ketdi. Bo'libmi o'zini kamsitadigan, o'ziga ishonchisi yo'q qizlar texmi xo'sh bo'lib ketdi degan gap. Asli bunda tahlil qilganmizda buni. Qara. Gapga bak ustajimo siz. Didorimni ko'rishga nisb bo'lib qolar bir kuni. Bir kuni degan gaplaringga endi hargiz ishonmayman. Seni ko'rmasam o'lima, tiniqim to'xtab ketdi. Seni atil ko'rishim kerak, tushunding? Ana, buni qamoq qilindi. Voy, shuncha tezmi? To'xta, men sana yana birini ko'rsatib qo'y. Nadiya, ata taqqa chiqamiz, piyoyi qilamiz. Seni mashinaning yeniga o'ltag'izib, ko'nglingni ochma, uchatima, xo'sh qilib etama. Ammo teti-meti qilib tilingni chaynasang, chanayma, tushunding? Qizlar bunda qo'pol muomala qilsang, siz o'sh o'qamamda. Aksicha, qizlar o'sh o'qanmasdan sana teximmi bak amroq bo'lib ketdi. Bugun mishagich bo'lsin, ha? Bugun sizning xiljix narsalarni o'rganib oldim, juma. Agar xohlasang, kelar qitimda sana amaliy harakatlar bilan mashqlar bilan o'tib qo'yay. Voy, rasma? Ha? Shunda o'siga bak yaxshi bo'ladi. Lekin so'rini pulni sen to'laysan, juma? Ha, chataq yo'q. Sizning uchuringizni saqlayman. Ha? Qo'sha. Aka.
Heliqi, əsrangizga personajlarni qanday olib ketdi? Men bu qitim mana bir amal topdim qara. Hikoyadagi bosh personajning yo'ldoshi bilan uning sirtlik odamini uchrashtirdim. Hozir ikkisining hikoyasi boshlanib ketdi. Hey aka, sizningcha bosh personajning qilgan xatomi? Uning sirtdan yatarini tepag'ini xatomi demoqchiman. Balkim amalsiz bo'lib qolgan bo'lsa-chu. Avtor o'zi yozgan personajning qilmishiga hukm chiqarmaydi. Lekin men o'z ko'z qarashim deb baqsam bo'ladi. Masalan, siz bayatdan u amalsiz shunday qilgan bo'lsa-chu dedingizmi? Men demoqchi, sirtki shu yot shu ayolning o'ylamagan darajada romantiklikni bergan bo'lsa, uning yo'ldoshini berolmagan bo'lsa, balkim shu sirtdan odam izlashga majbur bo'ldimi deb o'yladim. Qanda mening gapim xatomi? Boshqalarning hikoyasi qanday buni bilmayman. Lekin mening hikoyamdagi bosh personajning yo'ldoshi uni hamma odamdan bakroq yaxshi ko'rdi. Lekin bu uni bilmayotdi xolos. Balkim. Oy, kim o? Ha, sen misin? Telefon kapsan ga. Buldu. Bunaqlayla qaramsa, men sana bir adresini aytib beray. Kechda aşağı gelam kel. Aşağı görüşemdik. Buldu ha? Ma'qul, xo'sh. Shuningda u nindapto deysa qarang. O'cha qaranglar. Men degan tashqi bilan tadimi avlod qoldirmoqchi bo'lsam, qolar qilam sekima debdi. Yaxshimsizlar? To'xtanglar. Mana biz uzunni bir kutgan, yo'li qargan aziz mehmon. Mening eng yaxshi og'inam, Zaka og'inam. Ismi nima? Arman. Arman. Kelek. Arman og'inam kep bo'ldi mana. Siz bunda bir sanjilgan bir narsa yo'q-ku, ha? Yekira qo'tamamsa. Kile. Bundaqlayla qara. Men tunishtirib o'tay, ha? Bu yoq mana. Mening o'zimning jini, jigirim, o'pkam, yurkim, Adilam. Adilam. Zilala. Xush keldingiz, Lala. Sizlar qaytib bir tunishib qoldik. Sizdan bugun ichilib, yeyilib o'tirishingizni umid qilaman. Sana ichil deyish ketmaydi jinim. Albatta. Undan birini ko'tarib. Birini ko'taraylik. Men mashinada olib keldim. Bugünkidek mushundan so'rg'in mashinada deb kelamsan? Bo'pti. Deyja chaqirmiz. İçe. İçmisan bo'lmaydi, bugun içmisan bo'lmaydi. Azroq. Ya, sen so'rg'in amdi kelding. Jazo orqali içmisan bo'lmaydi. Mana, hadi. Qana qo'sha. Ana adaslar. Ilma. Qo'sha. Qo'sha. Manda qilaylik. Bugun Zilalaning ichilib, yeyilib o'tirish uchun bir naqshda olib beray, bir naqsha.